Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Sankt-Peterburg, Moskva shaharlaridan O'zbekistonga reyslarimiz davom etyapti. Bugungi navbatdagi reysimizga mana bu avtobus chiqadi azizlar. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol ekranda raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Vatandoshlarimiz kelib mana avtobuslarda joylashib O'zbekistonga chiqib ketishyapti. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshi ketyapsizlarmi? Rahmat. Joylashib oldik-ku. Aka, avtobus ma'qulmi? Ma'qul ekan, ma'qul. Yaxshi, hamma sharoitlar yaxshi ekan. Bemalol kelaveradi. Tavsiya qilasizmi aka avtobusda ketishni? Hech qanaqa yolg'on aralashmadimi aka? Yolg'on, hammasi joyida akalar. Bemalol kelaverasizlar. Gap yo'q aka, rahmat. Ishonch nomerlari ekranlarda qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. Moskva Toshkent Sankt-Peterburg O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha mana Focus Trans MTZ Akmaljon. Xudo xolasa bugun yo'lga chiqyapmiz vatandoshlar. Tanlovda tashmanglar. Bizda yolg'on, Nasim G'olibga o'xshab qag'da yo'q negativlarni gapirmaymiz, realni gapiramiz. Avtobusda keldi, avtobusda ketadi. Avtobusning narxi 10 ming rubldan, rasxoti bo'lsa 5 ming, 6 ming rubl rasxoti bo'ladi yo'lda vatandoshlar. Tanlovda tashmanglar. Mana faqat o'zbek mashina Inomjon esdan chiqarmang. Adashganlar qo'zoq mashinaga adashadi. Mana 80 nomerda o'tiribmiz. O'zim Akmalman. Fox Trans MTZ. Hoji aka, har doim siz yo'ldasiz. Keling, vatandoshlarga nima deb tavsiya bildirasiz? Nima tavsiya bildirasiz? Adham kim uni o'ti? Nasim G'olib. Nasim G'olibning gaplari hammasi yolg'on. Ana ketgan odamlar любое время kelsin bizni oldimizga. Birontasi jalba bo'lmagan. Adham o'tgan odamdan ham boshqasidan ham bizga jalba yo'q. To'g'ri borgan bizga. Aziz vatandoshlar, yolg'on, rozigirish, bunaqa negativ jinni ketdi narsalarga ishonmanglar. O'zbekistonda avtobus 80 nomerda Buxoro MTZ Akmaljon. Vatandoshlar, Nasim G'olib chiqargan avtobus mana, Nasim G'olib rolik qo'yib chiqargan avtobus mana Qozog'iston nomerida. Tanlovda tashmanglar 5 posrednik. Videoga chiqmayman dedim, ilojim yo'q chiqdim. Akalar, ukalar, tanlovda tashmanglar. 8 ming, 9 ming pullaring yo'q, qiynalib O'zbekistonda aldanib qoldim desalaring, besplatni olib ketamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosishni esdan chiqarmanglar akalar.